Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilarim. Sizlar bilan chiroyli sarf sangi videorolikdan ko'rib turganimdan juda xursandman. 21-iyun haftaning yakshanba kuni mana bugun sizlarga Samarqand Motion bozoridan har xil turdagi avtomobillardan narx-navolarni yoritib beraman. Inomarka deysizlarmi, Captiva deysizlarmi, Malibu 2, Sanat hammasidan bor. Albatta boshdan to'g'rigacha ko'rib, bugun bozorda motion juda ham ko'p chiqqan va narxlar ancha tashyapti, lekin albatta boshdan to'g'rigacha ko'rib, o'zingizga yoqgan turdagi avtomobil bemalol xarid qilishingiz mumkin. Videomizni ko'rayotgan paytingiz bittadan like aymaysizlar. Albatta sizlarga qo'limdan kelgancha har xil turdagi zo'r avtomobillar yoritib berishga harakat qilyapman. Sizlarga yaxshi kaftilagan holda biz videomizni boshladik. Aziz obunachilarim, albatta likelar bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz juda ham xursand bo'lamiz. Like tegin. Shu bitta ustiga bosib qo'ysangiz, sizdan hech narsa ketmaydi. Sizlarga yaxshi kaftilagan holda biz videomizni boshladik. Gentra so'ragan obunachilar uchun marhamat 2019-yildan sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, polni navorotlik Gentra ko'rib baho berasiz. 4 ta yaxshi yumshoq balon, Amerikanka Optrani originaldan taqib qo'yganmiz deyaptilar. Magicard pul 908 uстановka qilib qo'yilgan. Narxchasi ham yomon emas. $8600 narxlanyapti. Yana savdosi bor, yana chiroyli qilib narxlarni o'tib beradigan joylari bor deyaptilar va avtomobilimiz shumachatsiyalar qilib qo'yilgan. Eshiklar mana ko'rib turayotganingizdek shumka qilib qo'yilgan. Polni ko'rib baho berasizlar. Xo'p, ichari bilan ko'rsatsak, glans stoyka, hamma narsa qilingan. Avtomobilcha zo'r holatda bo'lib turibdi. Ishlari ham toza, akkuratli holatda. Xo'p, evakuatorlar tayyorlab qo'yilgan, monitorlar uстановka qilib qo'yilgan. 157 ming yurgan ekan avtomobil. Video registrator, hamma narsa qilingan, yaxshi holatda bo'lib turibdi. Xo'p, kraskasi bitta detalda bor deyapti. Bitta krelosida bor ekan. Oldi krelosida balonchalarni qaranglar, yumshog'idan taqib qo'yilgan. Orqada Optrani original turibdi. Xo'p, bagajlari ham kengina, propan tabletka, gaz baloni uстановka qilib qo'yilgan. 8600 bosib olasizmi? Akaga aloqaga chiqsa, sassanchasi zo'r ekan, lekin bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bitta sizlarga motorlari bilan ko'rsatib o'tib ketaman. Mana motorlarigacha toza tiniq holatda turibdi deyaptilar egalari. Xo'p, sassanini qaranglar, qani yaxshi, toza holatda bo'lib turibdi. Delcor akkumulyatorlari ham qo'yilgan, 4-pokoleniya propan gaz. Amerikankalar original ekan. Xo'p, akani nomerlarini olamiz, murojaat qilaverasizlar. Akita nomerni aytib berasiz. 97 575 03 01 aloqaga chiqaverasizlar. Aziz do'stlarim, sizlarga Merslardan ko'rsataman, ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Mana shu Mersni tan narxini birdan boshda aytib o'tib ketay. $16700 narxlanyapti. Albatta savdosi bor. Akaga aloqaga chiqsa 16700 dan chiroyli qilib narxini o'tib beradilar. Albatta videomiz oxirida ham narxini aytib o'tib ketaman, necha pullargacha beriladi. Vikupga ham chiqar ekan avtomobilimiz. Ko'rib bitta baho berib qo'ysa, 5 litrlik motorlarda ekan, lekin 80 ni qaranglar, qanday zo'r holatda bo'lib turibdi. Aka aytibdilar, mashina hech qanaqa xarajati yo'q, polni restyling bo'lgan avtomobil deyaptilar. Diskalarini qaranglar, lekin diskani vahshiy aka zo'rdan qo'ygan ekanlar. Xo'p, tonirovkalar urilgan, salon ishlari bilan ko'rsatib o'tib ketamiz. Salon ishlari bilan baho bersalaringiz bo'ladi. Salon ishlari ham buni nimalarni qaranglar, polni elektronik bo'ladi avtomobilimiz, pomeshcheniyalargacha bor. Salon ishlarigacha zo'r holatda, polni kojinli salon. Tomlarni qaranglar, panoramacha. Monitorlar qo'yilgan avtomobilimiz. Multirul, avtomat korobka, Mercedes. Salga zavod bo'lyapti avtomobilimiz. Bunday qilamiz. Qani? Ovozchasini qaranglar, avtomobilni. Qaranglar. Yomon ekan, lekin zo'r ekan sassansi. Sassansiga baho berasizlar. Aka, lekin mana narxini ham chiroyli qilib beramiz deb qaranglar. Pulchilarigacha bor. Xo'p, endi sizlarga bitta bagajlar bilan ko'rsatib o'tib ketaman, lekin ko'chada yurasizlar yoki boshqacha ekan, lekin ovozchasi orqalariga bitta baho berib qo'yinglar. 16700 ga bo'lyapti. Mana shu avtomobilimiz, gulishtirlarni ko'ryapsizlarmi? Xo'p, aka narxini nasibcha chiroyli qilib kelishtirib beramiz dedilar. Hozir bitta bagajlari bilan ham ko'rsataman, sizlarga oxiri bo'ladigan narxini aytamiz. Xo'p, bagajlarda xo'p narsalar bor ekan. Taglarini ko'rib o'rsak, qani. Motion benzinda bo'lsa kerak. Hozir akadan aniqlaymiz va karbon qilingan ekan. Qaranglar, orqalari. Diskani lekin zo'rdan qo'ygan ekanlar, brat. Xo'p, aka motion benzinda? Benzinda avtomobil. Yili 2002 aytganda, keyin motion benzinda 2002-yil narxini aka bo'ladiganini 16500 bo'lsa berib yuboramiz deyaptilar. Vikupga ham gaplashib bo'lar ekan, akaga aloqaga chiqaverasizlar. Narxini mana 16500 qilib berar ekanlar. Aka bitta nomerni aytib yuborasiz. 70 115 44 88.
Malibu 2 so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat $16,500 ga Malibu 2 o'g'illari polni premyer qilib qo'yilgan 2018-yildan 2.4 lik motorda gerb lobovoy metan gazlargacha uстановка qilib qo'yilgan. Sassiyansi zo'r deyaptilar. To'rtta yaxshi yumshoq ballonlar ham uстановка qilib qo'yilgan. $16,500 ga bo'lyapti mana shu Malibu'miz. Yumshoq ballonlarda zavodskiy diskada bo'lib turibdi. 4 ta eshigidan beskolichovoy do'stib. Qaranglar, panoramalarigacha bor, salon ishlarigacha baho berasizlar. Pamish sideniyalar ko'rib turayotganlaringizdek, salon ishlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Avtomobilimiz yurgan probegini ko'rsak, xo'p, 143 ming yurgan ekan avtomobil, sassiyansi, lekin yaxshi holatda bo'lib turibdi. Panorama, hamma narsasi bor 2018-yildan. Narxi ham yomon emas, 16,500. Ishlarni qaranglar, ishlarigacha yaxshi holatda bo'lib turibdi. Xo'p, avtomobilda ikkita detalda kraskasi bor debsizlar. Bitta oldi krilosida va bitta orqa krilosida petnosi bor dedilar. Albatta o'zingiz uchun ko'rsatib, tekshirtirib olsalaringiz bo'ladi. Xo'p, bagajlar bilan ko'rsatib ketaman. Bagajlarda metan gaz. Taglarida zapaska balon, shumka ham qilib qo'yilgan ekan. Bagajchasi bitta mana shu joychasida vakuum joychasi bor ekan lekin. Xo'p, shumkasini ko'ramiz. Faqat tagi shumka qilib qo'yilgan ekan avtomobilda. Narxini aytib o'tib ketdik. 16,500. Albatta aloqaga chiqinglar, chorliq narxini o'tib beradilar. Bitta telefon nomerini aytib berasiz. Kodi 50 lik 104 73 43. Aloqaga chiqaverasizlar. Qora Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat kamroq yurganlardan ko'rsating degan akalarimiz uchun marhamat kamroq yurganlardan, lekin polon avroqlari qilib qo'yilgan ekan, Magic pultlar uстановка qilib qo'yilgan, 4 ta yaxshi yumshoq balon qo'yilgan, tonirovkalar o'rilgan, shum izolyatsiya qilingan, zo'r sassiyanda bo'lib turibdi. Kraskalarigacha toza, buferigacha radnoy holatda ekan, qaranglar, tindig'idan-da Gentrani. Mana shunaqa zo'rdan qidirganlar bormi? Marhamat qaranglar, qanday tindig'i blesk berib turibdi, hali даже qirilgan, chizilgan joylarigacha yo'q ekan-da avtomobil. Qancha yurgan? Hali 20 ming bo'lgan probegchi, qaranglar. Eshiklari polni matviy holatda bo'lib turibdi. Tarpedka eshiklar polni matviy holatda. Sidenalargacha zo'r holatda bo'lib turibdi. Salon ishlarigacha baho berib qo'yasiz. Blyuk, ABS hamma narsasi bor, monitorlargacha uстановка qilib qo'yilgan ekan. Zo'r sasansi. Polni hali matviy holatda, даже mana shu nimalargacha ko'ryapman, qaranglar. Qanday turibdi? Polni matviy, zo'r sasansi ekan. Xo'p, mana shunaqa kamroq yurganlardan so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat sizlar uchun orqalarga baho berasizlar. Gentra zapaska balon hamma narsasi bor. Xo'p, polni bo'lganmi yo eshiklarmi? Shu maydalatsa. Polni shumka bo'lgan, tomgacha. Polni shumka bo'lgan, tomlarigacha deyaptilar. Narxi kelsa agar $13,500 narxlanyapti ekan avtomobil. Albatta aloqaga chiqasizlar, narxi yana chor qilib o'tib beriladigan joylari bor ekan. Variant bekup ham qilsa bo'ladi? Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi. Chiqadi barter bu. Kredit barterga gaplashsa bo'ladi deyaptilar. Telefon nomer 90 lik 90 3.0 3.0 4824. 4824. Monza so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat 2023-yildan sizlarga ko'rsataman, ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. 2023 tiniq holatda ekan avtomobil. Ko'rib baho bersangiz sizlarga har xil maoshlardan qo'yib borishga harakat qilaman. Qancha yurgan aka? Avtomobil 31 ming yurgan ekan. Hali probeglari zo'r, kam ekan yurganlari. Tonirovkalar urilgan. Ruxsatlar bormi aka? Yo tugaganmi? Ruxsatlari kam qolgan deyapti. Salon ishlarini qaranglar. 30 mingina probeg, lekin zo'r tiniq holatda bo'lib turibdi. Panorama emas, oddiy luk ko'rib turayotganingizdek, Gentra luklaridan. Salon ishlarigacha zo'r holatda, evakuatorlar tayyorlab qo'yilgan avtomobilimizga. Akshkalargacha zo'r turibdi. Sidenalar polni matviy, tarpedkalar. Kraskasi ham radnoy bo'lsa kerak aka. Bitta bagajda kraskasi bor deyaptilar. Ichiga o'tmaganmi aka? Ichiga o'tmagan, bitta bagajda petnosi bor ekan. Qolgan hamma yo'qlari radnoy deyaptilar aka. Propan gazlari yo'q, motion zapaska balonda. Xo'p, zapaskalari tushmagan. Shassansiz zo'r, akaga aloqa chiqishlaringiz mumkin. Narxi necha pul aka? 90 lik. Yo, puli aka. $13,500 so'rayapmiz. $13,500 so'ralyapti, savdosi bor. Albatta akaga aloqaga chiqasizlar, narxini chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Variant vikup qilsak ham bo'ladi, aka? Bo'ladi. Bo'ladi. Telefon nomer 90 lik 90 224 224 32 30. 32 30. Samarqand shahriga beriladi. Samarqand shahariga vikupga faqat beriladi, shunga qarab aloqaga chiqasizlar. $6,300 ga sizlarga avtomat korobka Nexia 3 ko'rsataman. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Metan gazlargacha uстановка qilingan deyapti. 4 ta yumshoq balon ham qo'yilgan. $6,300 yana narxi
kelishsa bo'ladi deyaptilar aka. Yana savdo qilib chiroyli narxda qilib berar ekanlar. Polni ko'rib baho berasizlar. Avtomat korobka, Magicard pult, yumshoq balonlar qo'yilgan. Balonlar hali yaxshi, zavodskiy diskada bo'lib turibdi avtomobil. Salon ishlari bilan ko'rsatamiz. Salon ishlari ham polni buyoqlari koja qilingan. Ko'rib turayotganlaringizdek salon ishlari bilan bemalol baho bersangiz bo'ladi. Chexollar taqib qo'yilgan, 200 ming probeg deyaptilar, yurgan probegi. Avtomat korobka, audio sistema, video registrator, hamma narsasi bor. Yili 2016 ekan avtomobilimizda. Orqalar bilan ko'rsatib o'tib ketamiz. Bitta orqa kriloda petnosi bor deyaptilar. O'zi ham yoqda akalar ko'rishyapti, lekin narxasi ham emasdi. Metan gazlari bor. Taglarida zapaska balonlari. Sassansi yaxshi. Shumkalari ham bor ekan avtomobilimizda. Xo'p, akaga aloqaga chiqasizlar, narxini yana chiroyli qilib o'tib beradilar. Metan gaz, yumshoq balon, Magicard, video registrator, hamma narsasi bor. Telefon qilinglar, chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Shaharniki. Genga ham chiqadimi aka? Genga ham gaplashsa bo'lar ekan, zo'r ekan. Telefon nomeri aka? 97 97 324 324 24 21. Aloqaga chiqaverasizlar, shoshilib qolinglar. Cobalt so'ragan obunachilar uchun 2024-yildan ko'rsaman, ko'rib baho berasizlar. $10,300 narxi 2024. Marhamat. Polni ko'rib, baho berib, akaga aloqa chiqsangiz bo'ladi. Tiniq holatda bo'lib turibdi. 50 mingdan yurgan avtomobil, nomerchalarini qaranglar, 220 nomerchalarda turibdi avtomobil. Xo'p, lekin kraskachalari tiniq ekan. Ishlari bilan baho bersangiz bo'ladi. Salon ishlari ham yaxshi holatda. Ishlari, salon qismlari polni zavodskiy bo'lib turibdi. Evakuatorlar tayyorlab qo'yilgan avtomobilimizga va bitta orqa bagajlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Kaliti bo'lsa-ki, kaliti bor. Bunaqalik ekan. Avtomobil aka aytibdilar, benzinda, gazda ko'rmagan deyaptilar. Diska balonlar zavodskiy bo'lib turibdi. Orqa qismlari. Bitta kapotchasida maydagina petnochasi bor deyaptilar. Bu ham ichiga o'tmagan ekan. Narxini 10,300. Albatta telefon qilinglar. Barterga ham gaplashsa bo'ladi, aka. Ha, kelishamiz. Kelishamiz deyaptilar. Telefon qilsin deyaptilar. Albatta aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib narxini o'tib beradilar. Nomerni aytaverasiz aka? 97lik 97 575 575 0301. 0301 aloqaga chiqaverasizlar. Hyundai Elantra'dan ko'rsaman, birdan ikkita bor ekan bu yoqda Hyundai Elantra. Bittasi restyling qilinmagan, bittasi restyling qilinganidan ekan. Birinchi restyling qilinganidan boshlaymiz. 2023 ekan avtomobilimiz. Sassanchani qaranglar, kraskalarigacha toza deyaptilar. Tonirovkalar o'rib qo'yilgan, beskuluchovoy dostuplar bor. Keyin buni nimasi ham bor ekan, palasa ushlaydigan nima dedilar. Aka nimasi bor deyodingiz? Palasami? Palasa rejimlari bor. Aka ham bilmaydilar. Ishlarini qaranglar. Polni nima qilamiz? Arzon qilamiz. Eng full deyaptilar. 46 ming yurgan ekan, 80chasi, lekin zo'r. Qaranglar, klimat kontrol, abagrev rol, abagrev sijeniya, abduflarigacha bor ekan avtomobilimizda. Yuklarigacha bemalol baho berasiz. Kojalari ham yaxshi holatda, elektron sijeniya bo'ladi avtomobilimiz. 80si, lekin zo'r ekan. Ishlarini qaranglar, ichlarigacha yaxshi holatda. Xo'p, orqa ko'rinishiga baho berasa, bu restyling qilingani, bu restyling qilinmagan. O'zi restyling qilinmaganini ham sizlarga narxini tanishtirib boraman. Xo'p, bagajlarni ochamiz. Bagajlar kengina. Qani, ko'raylik nimalari bor ekan avtomobilda. Zapaska baloni bor, motion benzinda, gazda ko'rmagan. Kraskasi radnoy. Narxi $18,600 narxlanyapti. Albatta savdosi bor ekan. Akaga aloqaga chiqinglar, 18,600 dan narxini chiroyli qilib o'tib beradilar. Bu yoqda restyling qilinmagani ham bor ekan. Buni yili necha aka? 2022. 2022 yili. 4 ta yaxshi yumshoq balon qo'yilgan, zavodskiy diskalarda bo'lib turibdi. Bu restyling qilinmagani. Kraska qanday aka? Toza. Kraskalargacha toza. Puli qancha buni aka? 16800 qilib beramiz. 16,800 ekan narxi. Bu nechinchi paysasi bu aka? Biri oltini fulli. Biri oltini full paysasi ekan. Sassanni qaranglar. Propan gazlari 94 ming yurgan, propan gazlarigacha uстановka qilib qo'yilgan. Salon ishlari bilan baho berasizlar. Sizlarga ko'proq assortiment qilyapman. Masalan, bu narxga Malibu 2 har xil moshlar olsangiz bo'ladi-da. Albatta, obzorimizda boshdan to oxirigacha ko'ring. Aka, bitta orqasini bosib oling. Boshdan to oxirigacha ko'ringlar. Har xil turdagi sizlarga avtomobillardan birin-ketin qo'yib boraman. Tanlab, narxlarini hisoblab, sraniyat qilib olsalaringiz bo'ladi-da. Shoshilmasdan. Narxlar anchalikin tashlayapti. Propan gazlari bor. Xo'p, kraska radnoy dizayne aka? 100%. 100%. Bu necha pulgacha beramiz aka naqdga, shitriga? 16600 qilib beramiz. 16600. Variant yuklari ham bormi? Pul yetmay qolsa, bunaqa beramiz. qilib bersa bo'ladi. Dollarsa. Nomerni ayting aka. 88lik 88lik 934 934 8111. 8111 aloqaga chiqaverasizlar.
Jetour dashinglardan ko'rsatamiz, ko'rib baho berasizlar. Trekkerni puliga mana shu Jetour dashingni sizlarga qo'yib beraman. 360 kamera, beskluchevой достуp, panorama, hamma narsasi boridan. Ya'ni 2023-yildan trekkerni puliga bemalol bosib olsangiz bo'ladi avtomobilni. Ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Narxini 16,5 so'rayaptilar. Yana savdosi bor, chorliq narxini o'tib beriladigan joylari bor. 4 ta yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan avtomobilimizga. Zavodskiy diskada bo'lib turibdi. 360 kamera, polniy tonirovka, abagrev, salon ishlarini qaranglar. Sportivniy avtomobilchada, salon ishlarigacha zo'r holatda bo'lib turibdi. Kojlari ham yaxshi holatda. Qancha yurgan bu aka? Tablo ko'rsatmayapti. 43 ming yurgan, panoramalar, tomlar polni qoraytirilgan. Nima deysizlar? Trekker bosib yuborasizmi yo'q mana shu Jetour dashingnimi? Yana avtomobilimizni genga ham olsa bo'ladi deyaptilar. Sidenchalarni qaranglar, qanday sportivniy bo'lib turibdi avtomobilimiz. Salon ishlarigacha zo'r holatda, tiniq holatda. Xo'p, orqa vidlariga ham baho berasizlar. Generalniga ham 3 yilgacha berib yuboramiz deyaptilar. Zo'r lekin variantchi. Оформление qilib yotmaysizlar. Bagajdan ochamiz. Ya'ni bagaj elektronniy bo'ladi. Trekkerda elektronniy emas, ruchnoy. Bunda elektronniy. Taglarini ko'ringlar, taglarigacha zapaska baloni halidan tushmagan ekan. Salafanlari bilan turibdi. Bagajlarni yopib qo'yamiz. Jetour dashing, akaga aloqaga chiqinglar. 16500 savdosi bor. Murojaat qilsangiz agar chiroyli narxi beradi. Tonirovkaga ruxsati bor aka? Bor. Ruxsatlarigacha bor. Kraskasi bitta eshigida bor dedilar, u tomon passajirning tomonida. Albatta ko'rsatib tekshirtirib olasizlar. Ichiga o'tmagan aka? Yo'q, bunday detallar yechilmagan. Telefon nomer aka? 94lik 94lik 033 033 33 33 32. 32. Trekker so'ragan obunachilarimiz uchun primerdan sizlarga ko'rsataman, ko'rib baho beringlar. Kraskasi Radnoy, $14500 2023, yana savdosi bor. Yana akaga telefon qilasizlar, chiroyli qilib narxini o'tib beradi. Naqshani qaranglar, naqshasi ham emas, zo'r. Va kraskasi ham Radnoy ekan avtomobilimizda. Tonirovkalar ham urib qo'yilgan ekan avtomobilga. Ko'rib turayotganingizdek, beskluchevой доступlar bor. Tonirovkalar urilgan. Kraska Radnoy, polni laminatsiya bo'lgan. Salon ishlarigacha polni yaxshi, matviy holatda bo'lib turibdi. 77 ming probeg. Salonchani qaranglar, lekin aka yaxshi qarab haydagan ekanlar mashinga. Tiniq holatda bo'lib turibdi. Xo'p, bagajlar bilan ko'rsatamiz. Benzinda mashina aka? Ha, benzinda. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan. Yo'q. Lekin narxi zo'r. 14500, bunday olsa 13,5 ming, 13 mingga qora Gentra bo'lyapti. Ustiga sal pul qo'shasizlar, qora Trekker bosib yuborasizlar. Akaga aloqaga chiqinglar. Shoshiladigan joyi, narxisi ham emas. Nomerni aytib yuborasiz aka? 91 520 520 74 74 aloqaga chiqaverasizlar. Damazlardan ko'rsatamiz, 2022 ga 2023-yil Damas ko'ra baho bersa, polni mashinaga apparatura terilgan va avtomobilimizda generalniga ham olsalaringiz bo'lar ekan. Eng zo'r joyi оформление qilib yotmaysizlar. Ko'p pul sarflab generalniga bemalol bosib yuborsangiz bo'ladi. Primoy o'zlaridan dehqondan sizlarga arzusar mana ko'rsatishga harakat qilyapman. Mashina o'zimning nomimda deyaptilar egalari. 4 ta yaxshi yumshoq balon, qora metal diska. Aka gazi propan-a? Gazlari propan, salon ishlari bilan ko'rsam, salon ishlari mana ishlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Chexollar zavodskiy, tomlar polni qoraytirib qo'yilgan. Avji simalar polni qilingan, apparaturalar 36 ming ha probeg aka. 36 ming. Bir qo'l mashina, Primoy. O'zlarining nomlarida. Даже kuzov 23 turibdi. Haylar 23 ga 22. Orqalarida polni apparaturalar terilgan. Mana ko'rsatib o'tib ketaman, qaranglar. Polni avtomobilimizga apparaturalar terilgan, Kended kolonkalar qo'yilgan, usilitrlar bilan. Bittagina mana bu tomonda, mana bu stoykasida petnocha bor deyaptilar. Ichiga o'tmagan va bu yoqlarida ham yo'q, eshigida ham yo'q. Mana shu stoykachasida petnochasi bor ekan. Isroil Sharif aka. Bitta qo'yaylik. Nech pullarni ayting, birdan qo'yib yuboraman. 24. 24. Xo'p. Narxi 7000, kraska yo'q. Narxi 7000. 67000 yuradi hali. 67000. Gazi. Gazi propan. Propan. Qo'lik hamma narsasi bor, kraska yo'q. Bo'ladigani qancha? 100-200 o'tib beradi. Akaga telefon qilasizlar. Nomerni ayting aka. 98 98 210 210 21 11. 21 Yana bitta bor u yerda. Xo'p. Birdan laboni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketdim narxini. Xo'p, yana telefon qilasizlar. Akaga hozir aloqaga chiqasizlar, $5,500 beramiz mashina deyaptilar. Telefon qilinglar, Damaschaning zo'r ekan. Timoli genga chiqadi-ku. Mazza qilib haydayverasizlar. Aka nomerni aytib yuborasiz. 99lik 093 39 84. Nexus so'ragan obunachilar uchun marhamat 1.6ligidan sizlarga ko'rsataman. JK2 rangda, mokra asfalt JK2 ham har xil rang deydi buni. 2013-yil avtomobilimiz 80siga bitta baho berasiz. $3800 narxlanyapti, savdosi bor. Metan gaz, 4 ta yumshoq balon.
salon ishlari bilan ko'rsatamiz. Salon ishlarigacha yaxshi holatda bo'lib turibdi. Lyuksidan konditsionerlargacha bor. Ishlari chol polik hamma narsa qo'yilgan, Lacetti rullargacha taqib qo'yilgan, qaranglar. Aka aytibdilar, motor hadovoylarga 100% javob beramiz deyaptilar. Kaliti yo'q-ku. Bitta probegini ko'rsataman desam. Xo'p, aka bu probegi qancha? Probegi bitta ko'rsatib o'raylik sizlarga. Xo'p. Probegi 242 ming yurgan ekan avtomobil. Lekin motor hadovoylarga 100% javob beradilar. Bitta bagajni ham ochib olasiz aka. Xo'p, kraskasiga kelsak, bitta kriloda bor dedilar, ichiga o'tmagan, keyin 4 ta eshik mana shu moldingdan pastchasi bo'lgan deyaptilar. U ham ichiga o'tmagan. 4 ta yumshoq balon, motorlar 1.6, konditsionerlar ishlaydi, aka. Konditsionerlargacha ishlaydi. Yangi Delcor akkumulyator. Xo'p. Albatta ko'rsatib, tekshirtirib olasizlar. Bitta bagajlari bilan ham ko'rsataman, lekin narxi ham emas. 3800 yana savdosi bor. Telefon qilganlaringizdan keyin yaxshi narxlarda kelishtirib olsalaringiz bo'ladi. Metan gazlar turibdi orqalarida, taglarida zapaska balon, damxarat kulish hamma narsasi bor. Akaga aloqaga chiqinglar, narxini cho'g'liq kelishtirib beradilar. Variant Vikubga ham gaplashsa bo'ladimi yo faqat naqdmi? Gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeri aka. $1000 yetmasa kelishsak bo'ladi. $1000 yetmasa, bir oylarga kelishamiz deyaptilar. Ayting aka nomeri. 99 924 924 1429. 1429. Salomat bo'ling. Gentrani mexanikani yaxshisidan bo'lsa ko'rsatib oling degan akalar uchun 2020-yil Gentra, lekin variantchini ham egalari zo'r qilib beryaptilar. Qaranglar, mashina tan narxi $8300 narxlanyapti. Pullaringiz kamroq bo'lsa $5000 berasizlar, qolganini 2-3 oygacha qilib beramiz. Ustiga bir tiyin pul qo'shilmaydi deyaptilar. Bank aralashmaydi. Qolganini o'zini narxini bo'lib turasiz. 8300 bo'lsa 5000 bersangiz, qolgan 3300 bo'lyapti. 3300 ni 2-3 oygacha bo'lib mayda-mayda qilib berasizlar. Zo'r. Ya'ni bizda kanal nomi uchun mana shunday qilib beramiz deyaptilar. Aka narxga degan edilar. Obunachilaringiz qilib beramiz. O'zimiz ham obunachi Rossiyada bo'lganimizda ko'rsatasiz dedilar. Mana narxini chiroyli qilib beramiz dedilar. Pul yetmasa ham yana 166 ming yurgan konditsionerlargacha ishlaydi. Avtomobil, mexanika, abogreflargacha bor. Stansiyasi zo'r bo'lib turibdi. Aka laminatsiyalar qilib qo'yganlar. Pultlargacha usonovka qilib qo'yilgan. Ya'ni metan gazlarigacha bor ekan. Gentra diskalar taqilgan. Qaranglar, avtomatday bo'lib turibdi avtomobilimiz. Video registratorlari bor. Metan gazlar orqalarida, zapaska balon, hamma narsasi bor. Kraskasi ham aka toza deyaptilar. Hozir bitta joyda faqat salgina chizilgan joychasi bor ekan. O'shani ko'rsatib o'tib ketaman. Kichkina tsarapina deyaptilar. Mana oldilariga ham baho beringlar avtomobilimizni. Xo'p, bitta mana bu orqa krilosida kichkinagina tsarapina bor. O'shani endi buni nima qilib spichka qilib qilingan mana shu yerda. Chizilgan joyi bor mana shu. Kraska umuman yo'q, to'g'rimi aka? Kraskasi umuman yo'q, toza deyaptilar. Hadovoy hammasi zo'r ekan. Bez xarajida nasib bo'lsa aka $5000 berasizlar, qolganini bo'lib berasizlar. Yo'q, men naqdga olaman desalaringiz ham aloqaga chiqinglar. Akaga telefon nomerini aytib olasiz aka. 99lik 843 22 58 $16900 sizlarga aziz do'stlar, undaylardan ko'rsaman, ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Elantra har xillardan sizlarga qo'yib borishga harakat qilyapman. Albatta, boshdan to oxirigacha ko'rib baho berasizlar. Metan gazlarigacha ustunovka qilib qo'yilgan 4 ta yaxshi yumshoq balon. Qaranglar, bugun inomarka kunimi deyman. Polni inomarka chiqqan bozorga. Zo'r-zo'rlardan sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapman. Endi mana shunaqa avtomobillar minadigan davrlar ham kelyapti asosda. Albatta, boshdan to oxirigacha ko'rib baho berib, egalariga aloqaga chiqib berasizlar. 50 mingdan yurgan avtomobil. Salon ichini qaranglar, salon ichlarigacha zo'r holatda bo'lib turibdi. Lyuk hamma narsasi bor. Klimat kontrol, avtomat korobka, abogref, abduv, multirul, polni bagajlarigacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Evakuatorlar tayyorlab qo'yilgan. Rangchasi ham lekin neobычный ekan, qaranglar. Salon ichlarigacha zo'r holatda bo'lib turibdi. Xo'p, bagajlari bilan ham bitta baho berasizlar. Bagajlari kengina. Zapaska balon va orqada metan gazlari bor mana. Kraska qanday aka? Kraska toza aka. Kraskalarigacha toza ekan, radnoy. Akaga aloqaga chiqinglar, narxini chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Variant Vikub qilsak ham bo'ladimi aka? Endi Naqd bo'lsa yaxshiroq deyaptilar aka. Sevos Koreya naqdga ekan. Shunga qarab aloqaga chiqasizlar. Telefon nomeri aka? 97lik 933 61 Malibu X o'rgan obunachilar uchun tayyordan sizlarga ko'rsataman. 2018-yil qaranglar, polni oldi, arqa premyer bo'lgan deyaptilar. Keyin polni hadovoylar ham bersa bo'lgan dedingizmi aka? Polni hadovoylar bo'lgan deyaptilar. Polni
tonirovkalar urib qo'yilgan, to'rtta yaxshi yumshoq balon. Diskalargacha qo'yilgan ekan, qaranglar. Polni primerchi bo'lib turibdi avtomobil 2018 2.4ligidan. Marhamat, qo'ldan kelsa sizlarga har xillardan qo'yib borishga harakat qilamiz. Yumshoq balonlargacha qo'yilgan avtomobilimizga tonirovkalar urilgan. Beskluchovoy dostуп. Salon ishlari, salon ichiligi zo'r holatda ekan. Sassani qaranglar, polni kojinli salon. 76 mingdan yurgan avtomobilimiz, lekin sassani zo'r holatda bo'lib turibdi. Mana mashinada nimasi yo'q ekan. Nima desam sizlarga, kamchiliklari yo'q ekan. Evokoriklargacha tayyorlab qo'yilgan. Ichlari bilan bemalol baho bersangiz bo'ladi. Xo'p, balonlarga kelsak agar, balonlari yumshoqdan aytganimizdek, orqa vidlariga baho berasizlar. Polni primer bo'lgan. Taglar bilan ko'rsatsak, qani propan tabletkasi ham bor ekan. Zo'r. Propan tabletka bor, shum izolyatsiya bo'lgan, polni yana shumkan bo'lgan. Propan tabletka, xadovlar qilingan, tonirovkalar, yumshoq balonlar narxiga kelsa agar 18 ming dollar narxlanyapti. Albatta savdosi bor deyaptilar. Ikkita detalda kraskasi bor, bitta orqa krilo, bitta oldi kriloda. Albatta ko'rsatib tekshirtirib olaverasizlar. Akaga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Narxini yana chiroyli qilib o'tib beramiz dedilar. Aka bitta telefon nomerini aytib berasiz. 90 287 31 11 aloqaga chiqaverasizlar. Captivalardan ko'rsatamiz, 2013-yil Captiva ko'rib baho berasizlar. Aziz do'stlar, sassiyansa zo'r deyaptilar egalar. To'rtta yaxshi yumshoq balon, propan gaz, tiniq holatda bo'lib turibdi. 120 mingdan yurgan, chista 3-paytda polni avtomobilimiz to'rt qo'yilgan. Oldi ko'rinishlariga baho berasizlar. Polni to'rt bo'lgan, Magikartlar ustonovka qo'yilgan. To'rtta yaxshi yumshoq balon. Xarajat umuman yo'q deyaptilar. Ishlari bilan baho berasizlar. Ishlarini qarayapti, qanday zo'r holatda bo'lib turibdi. 120 ming probeg, chexollar taqib qo'yilgan. Avtomobil holati lekin yaxshi. Ishlari ham qirilib, chizilib ketgan joylari yo'q. Toza tiniq holatda bo'lib turibdi. Poliklargacha tayyorlab qo'yilgan. Xo'p, polni to'rt bo'lgan avtomobilimiz. Orqa qismlari bilan ham baho beringlar. Xo'p, bagajni ochamiz. Bagajlari ham kengina. Propan gaz taglarida qo'yilgan tabletka. Kraskasi bitta nimasida bor deyaptilar. Krilosida bor ekan. Mana shu oldi krilosida, albatta ko'rsatib tekshirtirib olasizlar. Ichiga o'tmagan deyaptilar. Narxini 9600 dollar so'rayaptilar. 2013 akaga aloqaga chiqinglar. Narxini yana chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Hech qanaqa mashinada xarajati yo'q ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka nomerni aytib berasiz. 91lik 91 520 520 74 74 aloqaga chiqaverasizlar. Captiva so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat, 2015-yilidan ko'rsaman, ko'rib baho bersangiz bo'ladi. 2015 yili yaxshisidan ko'rsatyapman. Albatta ko'rib baho berib egalariga aloqaga chiqaverasizlar. 3-paytda esa polni 4 qilib qo'yilgan. Aka aytibdilar, hamma yo'g'i yaxshi ekan, xarajat umuman yo'q aka. Bez xarajat, avtomobil sassanchani qaranglar, zo'r holatda bo'lib turibdi. Xo'p, ishlari bilan ko'rsatamiz. Propan gazlargacha ustonovka qilib qo'yilgan deyaptilar. Eshik obshkalari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ichlari, salon qismlari, koordinator chexollar taqib qo'yilgan yaxshisidan. Salon ishlari ham toza, akkuratli holatda ekan. Qancha yurgan bu aka? 146 yurgan. Monitorchalari qo'yilgan, avtomobilning abagrev hamma narsasi bor. Evokoriklargacha tayyorlab qo'yilgan. Zo'r, sassans. Olish kerak, faqat bosish kerak. Yumshoq balonlar, hamma narsasi bor. Propan tabletka qo'yilgan. 3-pokoleniya deyaptilar, gazini. Video registrator, hamma narsasi bor. Orqa o'rindiqlarni ko'tarib qo'ygan ekan. Hali zo'r holatda bo'lib turibdi orqa o'rindiqlari ham. Kraskasi bitta kapotida bor deyaptilar. Ichiga o'tmaganmi aka? Ichiga o'tmagan. Narxi kelsa agar 11800 dollar narxlanyapti. Albatta savdosi bor. Akaga aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib narxini o'tib beradilar. 11800 dan. Variant Bikbam qilsa bo'ladimi aka? Yo'q, Faqat naqdga. barter ham bor aka. Barterga ham bo'ladi. Telefon nomer 90lik 351 251 83 38. Qora jentralarni har xillardan sizlarga qo'yib borishga harakat qilyapman. Albatta ko'rib baho berib egalariga aloqaga chiqaverasizlar. 2023-yil ekan avtomobil, oldilariga ledlar taqib qo'yilgan. Qop-qora rangchasidan qora yana trendga chiqdi. Qora so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p. Qora jentra bir orada tushib qoldi. Hozir yana trendga chiqqan. Yana hamma qora jentra olyapti-da. Qaranglar, sassanchasi lekin yaxshi ekan. Kraskasi tozami? Kraskasi toza. Qancha yurgan mashin? 25 ming. Oy, 25 ming hali zo'r ekan, lekin probegi 2023 bo'ladi avtomobilimiz. Gaz qo'yilganmi, yo'qmi? Benzinda yurgan. Mashin benzinda yurilgan, gazni ko'rmagan. Salonlargacha, torpedkalarigacha mana hali zo'r holatda bo'lib turibdi. Avtomobillar zavodskiy. Salon ishlarigacha tiniq holatda. Kamchiliklari yo'q avtomobilda. O'zim zavodskiy diska balonlarida bo'lib turibdi. Xo'p, qancha puli?
13.200 bo'lsa beramiz o'qmashlar. 13200 bo'lsa berib yuboramiz deyaptilar. Qora 2023 ABS lyuk hamma narsasi boridan. Probeg 100% toza. Kraska probeg 100% toza deyaptilar. Xo'p. Telefon qilsa chol narx qilib berasizda. Bo'ladimi? Yo'q, telefon nomer 90lik 90lik 3.0 3.0 48.24. 48.24. Bunday san'atlardan ham bo'lsin degan akalarimiz uchun marhamat 2020-yildan sizlarga ko'rsataman, ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Narxini $17.900 mana aka so'rayaptilar. Albatta olasingizmi mana shu narxga $17.900 ga Hyundai san'ati, lekin narxlar ancha tashlabdi. Bozorda mana bir birin-ketin obzor qilib o'tib ketyapman. Narxlar normalniy tashlagan. Mana shu Mercy ham qo'ydim. Avstriyani qaranglar. Ashsha lekin olov ekan ana shu Mercy. Ancha az bo'lsa sizlarga qulay bo'lgan narxlarda avtomobillar qo'yishga harakat qilamiz. $17.900 tan narxi. Mana ko'rib turayotganlaringizdek, avtomobilcha zo'r, to'rtta yaxshi yumshoq balon, beskuluchevый dostuplar, salon ishlari bilan ko'rsatib o'tibmiz. Malibu 2 olgan bo'lasingizmi yo mana shu san'atdan olgan bo'lasingizmi? Nima deysizlar? Hojalari ham mana zo'r holatda bo'lib turibdi. Elektronnik sideniya avtomobilimiz 76.000 yurgan ekan. Sassanchani qaranglar, qanday zo'r holatda bo'lib turibdi. Kamchiliklari yo'q avtomobilda. Bo'lish kerak, mazza qilish kerak. Bitta yog'lash kerak ekan, eshikchani qaranglar. Orqada abagreiflari bor, lekin 2-4likni o'rniga mana shu avtomobil zo'r deb o'ylayman. Bunday san'atda. Yana nima deysizlar? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar bular inomarka. Xo'p, bagajlarni ochib yuboramiz. Menga shuni orqa video juda yoqadi avtomobilda. Motion benzinda deyaptilar aka, gazni ko'rmagan ekan. Zapaska balon, hamma narsasi bor. Bitta oldi kriloda bor dedilar kraskasi. Aka bitta mana shu kriloda dizayn kraskasini. Bitta mana shu kriloda bor. Narxini aytib o'tib ketdik. Akaga aloqaga chiqinglar, nasib bo'lsa. Variant bekam qilsak bo'ladimi yo'qmi aka? Padnaq. Telefon nomer 97 249 749 2023. Gentra so'ragan obrachilarimiz uchun 2023-yildan ko'rsataman, ko'rib baho bersangiz bo'ladi. 29.000 ga yurgan ekan. To'rtta yaxshi yumshoq balon, ledlar qo'yilgan oldilariga, gerb logolar turibdi, tonirovkalar urilgan. Qaranglar, navorotlar bor ekan, polni. Tonirovkachilar urib qo'yilgan ekan. Salon ishlarini qaranglar, 29.000 ga yurgan deyaptilar. Salon ishlarigacha zo'r holatda bo'lib turibdi. Avtomobil qaranglar, ishlarigacha akkuratniy holatda ekan. ABS va ABS hamma narsasi bor. Nimalargacha, abagreiflargacha. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Kraska qanday? Tozami? Kraskasi toza. Kraskalarigacha toza holatda bo'lib turibdi. Xo'p, bagajlari bilan baho berasizlar. Chexollari ham bor, bonusiga tagida zapaska balonlari bor. Har bitta Gentrada mana shu narsasi ochilib ketadi. Ich Kasali bor. kasal borda. Xo'p, avtomobilni puliga kelsak qancha qilib beramiz? 13.5 so'rayapmiz. Obunachilaringizga 13.300 bo'lsa beramiz. 13.300 bo'lsa beriladi. Tonirovka, yumshoq balon, led fara, gerb lobovoy polni qilib qo'yilgan ekan. Albatta aloqaga chiqinglar. 13.300 ga berib yuboramiz deyaptilar. Telefon qilsa yana ozgina tushirib berasiz. Telefon nomer 90lik 90 3.0 3.0 48.24. 48.24 aloqaga chiqaverasizlar. Trekerlardan ko'rsatamiz. $14.800 ga treker marhamat 2023-yil premyeradan bo'ladi. Qop-qora rangidan. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Qo'ldan kelsa sizlarga har xil moshlardan qo'yib borishga harakat qilaman. Albatta likelar bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turinglar. Qaranglar, oldi oblisovkalargacha polni qilingan ekan avtomobil. Xo'p, diska balonlariga baho bersangiz bo'ladi. Mana diska balonlariga ham baho berasiz. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Beskuluchevый dostuplar, panorama, hamma narsasi bor. Salon ishlarini qaranglar. Xo'p, salon ishlarigacha yaxshi holatda bo'lib turibdi. Probegi top 17.806 kilometrga yurgan ekan. Qaranglar. Polniy salon ishlari matvi holatda bo'lib turibdi. Sassanchasi zo'r ekan. Ishlari bilan bemalol baho bersangiz bo'ladi. Poliklar tayyorlab qo'yilgan avtomobilga. Orqalarigacha baho beringlar. Xo'p, polniy avtomobilimizni orqalarigacha polni qilingan. Tarmdori deyiladimi shu narsa? Orqada poliklar, zapaska balonlari tushmagan. Kraska qanday aka, tozami? Kraskasi bitta kriloda bor. Ichiga o'tmagan, ha? Ichiga o'tmagan bitta kriloda bor. $14.800 narxi. Albatta aloqaga chiqinglar. Narxini yana chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Viko orqali ham olsalaringiz bo'lar ekan. Pullaringiz yetmasa, faqat Samarqand shahridan bo'lsa beramiz deyapti. Telefon nomer aka 90lik 90 224 224 32 32 30.
Kia Sportage'lardan ham ko'rsatamiz sizlarga, ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Qo'ldan kelsa mana har xil inomarkalardan ham sizlarga ko'rsatamiz. Sassanchasiga bitta baho berib qo'yinglar. 2022-yil avtomobil zo'r holatda turibdi deyaptilar. Sportage kraskalari radnoy aka. Xo'p, genga ham chiqadimi aka? Auksion nomerlarida turibdi. Generalniga ham olsalaringiz bo'ladi. Mana shu auksion nomerlarda yurasizlar. Xo'p. Ko'rib turadiganlaringizdek, ballonlar ham yaxshi holatda, beskluchovый достуp. Barterga ham gaplashsak bo'ladi deyaptilar. Qanaqa mashinalarga aka? BYD Champion JM mashinalari farqi. JM mashinalari yo'q, BYD mi elektromobil farqi yo'q deyaptilar. Salon ichini qaranglar, qani. Tiniq bo'lib turibdi. Qancha yurgan aka mashina? 70 ming yurgan, o'zini halol yurgani. Sizenalarni ko'rishingiz mumkin, hali dog'larigacha yo'q. Zo'r, tiniq holatda. Panoramalarigacha bor, ximchiska hamma narsa qilib qo'yilgan, tayyor deyaptilar-da aka, qaranglar. Pachka holatda bo'lib turibdi. Ashkalarigacha tiniq holatda avtomobil. Xo'p, orqa bagajlari gazi bormi aka mashinada? Propan tabletkasi bor, zapaska ballonlari hali даже tushmagan ekan. Xo'p, bitta mana taglarini ko'rsangiz ham gap yo'q. Xo'p, narxiga kelsak agar, narx qancha aka? Biz 25,5 so'rayotgandik. Aha. Biz obunachilaringiz uchun 24,900 qilib beramiz. 24,900 qilib beramiz deyaptilar. Akaga o'qay chiqasizlar. Zo'r holatda bo'lib turibdi. Kraskalarigacha radnoy. Telefon qilinglar. Variant Vikupga ham gaplashsak bo'ladi, aka. Endi nimasi bo'lmasa. Vikupga ham gaplashsa bo'lar ekan. Telefon nomeri aka? 91lik 91 531 531 11 11 93. 93. Travis so'ragan obunachilar uchun marhamat 2022-yildan sizlarga ko'rsataman, ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Akamiz aytibdilar, mashina hech qanaqa xarajati yo'q deyaptilar. Olish kerak, haqiqat mazza qilib minish kerak. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Aka, polni hamma narsalar qilingan deyapti. Xadovolargacha qo'yilgan aka. Xadovolar qilingan. Polni kraska qanday aka? Toza. Kraskalarigacha toza. Travis so'raganlar bo'lgan, marhamat. 4 ta eshigidan beskluchovый dostupligi, salon ishlari bilan bitta baho beriladi. Vay, salon ishlarigacha zo'r holatda turibdi mashin. Polni kojinli salon, elektronli sijeniya bo'ladi avtomobilimiz. Qancha yurgan bu aka? 96,352 kilometr. Endi bir kurga yaqinlashyapti avtomobil. Kapitanskiy sijeniyalarda salon ishlariga baho berasizlar. Xo'p, mashin benzinda aka? Mashin benzinda. Kapitanskiy sijeniya orqalari. Ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. Sassanchasi, lekin zo'r turibdi, tiniq turibdi. Yana kraskalarigacha radnoy deyaptilar-ku. Maza qilib haydaysiz, ballonlargacha yaxshi holatda. O'zini zavodsko diskalarida bo'lib turibdi. Orqa qismlarga baho berib qo'yasizlar. Xo'p, o'zini zavodsko kameralari, bagajlari bilan baho bersalaringiz bo'ladi. Bu bagajni qanday ochiladi aka? Qayerdan edi bu? Tagidanmi? Elektronik bagaj. Bagajlarni ko'rishingiz mumkin, bu yoqlari ham kattagina. Bayroq taglarida narsalari. Xo'p, avtomobilimizda puliga kelsak agar, kraskasi radnoy 32,500 dollar narxlanyapti. Albatta savdosi bor ekan. Akaga aloqaga chiqinglar. Travis so'raganlar bormi? Narxchasi ham emas, ayniqsa Amerika har xil joylardan bizdan ko'rsatasizlar. Ko'pchilik otamga, onamga mana shu katta avtomobillar olib beraman deyshadi. Marhamat, gazini bosadigan joy, kraskalarigacha radnoy 32,500 savdosi bor, aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bitta nomerni aytib o'rasiz. 90lik 90 224 224 32 30. 32 30.